qarang, Komol aka o'sha diabetik sifatida oldingi diabetik, hozir mana ancha yaxshi bo'lib qoldi. Nima bo'ladi deysiz? Shu oyoqda nima bo'ladi? Oyoqda qon yaxshilamaganda oyoq uyish boshlaydi. Ha, u to'lib ko'tarilib keladi. Shundan bilasiz. Sahar oshayotganmi? Ha, buni ikkita qosh ichganda ichi o'tib ketadi. Bu dani oyoq to'planadi. Ha, yurib ketadi. Ko'rdingizmi? Menimcha mana ko'pchilikga aytmanda bir kishi 4 ta 5 tani tugatinglar. O'shanda bitta kurs lecheniya bo'ladi deyapman. Bu degani ajab emas, xudo xolisa yana bir 2 tani tugatsangiz, keyin bu yo'q anaqaga bo'lib ketsa, yaxshiligiga ulanib ketsa, keyin bo'ldi yana. Xudo xolasa. Mana bularga xudo xolasa 4+1 aksiyasini qilib berdik bularga ham. Qanaqa ma'noda? O'shanda 2 ta olib ketuvdilar, hozir yana 2 ta yeydilar. Mayli sizga yana nima qilamiz? Bonusiga qo'shib beramiz. Olib okey beramiz. Xo'p, xolis niyatingiz nima deysiz? Mana olgan odam sifatida. Misol uchun hammani bilmadim, lekin menga yaxshi tavsiya qildi. Bo'ldi. Men uchun meni organizm qon sahar xavfi bo'ladi-da. Bir bo'lmaydi. Men saharimga diet qildi.